Mana shunday qulay va ajoyib uslubdagi sumkani bugun sizlar bilan tikib ko'ramiz. Men bu sumkani arab blogerlarida ko'rib va tikib ko'rgim keldi. Baho berasizlar. Mana shu ko'rsatgan o'lchamlarim bo'yicha 4 parcha kesib olamiz. Xuddi shu o'lchamlar bo'yicha yana 4 parcha astar qismi uchun kesib olamiz. Har bittasini qorin qismidan ulab olib, ustidan 0,1 chok yurib olamiz. Astar qismini ham, ustki qismini ham ulab olganimizdan so'ng ustidan 0,1 chok yurib chiqamiz. Men shunaqa cho'ntak tikdim, xohishingizga qarab tiksanglar bo'ladi. Har bittasini bir-biriga yopishtirib, atrofini aylantirib tikib chiqamiz. Astarini ham, ustki qismini ham. Tikib chiqqanimizdan so'ng burchak qismidagi choklarni bir-biriga ulab 6 sm balandlikda to'g'ri chok yurib olamiz. Astar qismini ham, ustki qismini ham. Ustki qismini o'ng qilib olib, astar qismini orasiga joylab olamiz. Joylab olganimizdan so'ng aylantirib tikib chiqib 10 sm ochiq joy qoldiramiz. O'ng qilib olishimiz uchun o'sha joydan o'ng qilib olib, tepa qismini yana 0,1 chokda aylantirib tikib chiqamiz. Yelka qismiga mana shunday tasma tikib olamiz. O'lchamni o'zingiz xohishingizga qarab sumkaga mana shu joyiga joylab olib tikib olamiz, qotirib olamiz. Sumkamiz tayyor. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim.